Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Qulog'im senda qizim kitobidan parcha o'qiymiz. Boshladik. Bismillah. Bir qiz aytadi: "Men odamlardan uzr so'rashni yomon ko'rardim. Uzr so'rasam ularning oldida kuchsiz bo'lib qolgandek, past ketgandek, yengilgandek bo'lardim. Ming afsuski, mana shu kibrim tufayli dugonalarim oldida qadrim tushib ketdi. Oila a'zolarimning muhabbatidan musvoq bo'ldim. Hamma meni mutakabbir deb atay boshladi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jahli chiqsa yoki unga nohaqlik qilinsa, erining qo'lini ushlab, "Allohga qasamki, toki mendan rozi bo'lib kechirmaguningizcha uxlamayman" deydigan ayol jannatiydir degan so'zlarini eshitib qoldim. Hayron bo'ldim. Bu juda og'ir narsa-ku. Bu ayolni xo'rlash-ku. Qanday qilsa zaiflikka mahkum bo'ladi-ku deb o'yladim. Bir kuni yana onamga qo'pollik qilib qo'ydim. Onam juda qattiq xafa bo'ldilar. Noiloj onamdan uzr so'rashga majbur bo'ldim. Nafsimga har qancha og'ir kelsa ham uzr so'radim. Oldimda turgan katta muammo osongina hal bo'lganini ko'rib, ochig'i hayron qoldim. Kechirim so'rash ajoyib qurol ekanligini shunda bildim. Shugina ish bilan oilaviy janjallar tez, oson barham topar ekan-ku. So'ng Rasulullohning jannatiy ayollar haqidagi so'zlarini qayta o'qib, uni hayotda qo'llab ko'rishga qaror qildim. Qachon qanday muammo chiqsa ham birinchi bo'lib uzr so'rayverardim. Buni avvalo oila a'zolarimdan, dugonalarimdan boshladim. Natijada kutilmagandan ham a'lo bo'ldi. Kechirim so'rash qiz bolaning zaifligini oshirmas ekan. Aksincha, insonni yana ham kuchli qilib, sha'nini ko'tarar ekan. Yaxshi ko'rgan insonlari bilan aloqani mustahkamlar ekan.